قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz 4-darsni o'qiymiz. Endi bugungi darsimizda sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun nima deganda, endi biz ismlarni, yolg'iz kelgan ismlarni qo'sh pesh o'qiymiz degan. Bu ismdagi asli holat. Ismning o'qilishidagi asli holat. Masalan, baytun, kitobun deb. Endi bu ismlarning oldiga alif lam kirgandan keyin pesh o'qiladigan buning holati yo'qolib ketmaydi. Ya'ni pesh o'qiladi, lekin qo'sh o'qilmaydi. Ya'ni baytun alif lamdan kirsak, al baytu bo'ladi. Biz buni ilgirki darsimizda tushuntirib o'tgan. Endi bugungi darsimizdagi mazmun ismlar yolg'iz holatda pesh o'qiladi. Ammo ismning oldiga peshlik holatdan boshqa yo zibar yo zir o'qiladigan omillar kelib qolsa, omillarning taqozosi bo'yicha o'qiladi. Ya'ni biz bugun ismlarning oxirini zir o'qishni taqozo qiladigan omillardan 4 dona harfni o'qiymiz. Ya'ni 4 dona harfni har qanday ismning beshiga keltirsak, shu ismning oxirisida nima o'qiladi? Zir o'zgaradi. Zir o'zgaradi. Endi buning qo'sh o'qilish yoki taq o'qilishi shu ismning oldidagi alif lamning borligi yo'qligiga bog'liq. Ya'ni alif lam bo'lib qolsa taq zir o'qiladi, alif lam bo'lmasa qo'sh zir o'qiladi. Xo'sh, unda bo'lsa bu 4 harf qaysi deganda birinchisi min. Buning o'qilish shakli min. Buning tarjimasi dintin degan ma'nosi bor. Ya'ni uydan, maktabdan degandagi jumladagi shu din degan ma'nosini o'sha min beradi. Ikkinchisi ala. Bu data ustida degan ma'nosi bor. Masalan, ustal ustida, kompyuter ustida, kitob ustida deganga o'xshash shu data, ustidagi data, ichidagi data emas. Ustidagi datani bildiradi. Ila g'aqa gaka degan ma'nosi bor. Ilaning g'aqa gaka degan ma'nosi bor. Masalan, ilal masjid bo'lsa masjidga degan bo'ladi. Fininki data ichida, ustida emas. Ala bilan fining farqi fi data ichida. Masalan, fil masjid bo'lsa masjidda, fil bayti bo'lsa uy ichida, fil fasli sinfda, sinf ichida degan bo'ladi. Alacho data ustida. Ikkisiniki ishlatiladigan o'rin o'xshamaydi. Xo'sh, endi bu harflarningki biz ma'nosini tunishib chiqdik. Endi buningki har qanday ismning beshiga kelgan vaqtida shu ismning oxirini qanday qiladi? Zir qiladi. Buning xususiyati ismlarni zir qilish. Shunga biz buni arab tilida deb ataymiz bu harflarni huruful jar. Ya'ni zir qiluvchi harflar deb ataymiz. Zir qiluvchi harflar. Masalan, al baytning oldiga kelsak, minal bayti bo'ladi. Ya'ni oxirisini qanday qildi? Zir qildi. Alal maktabi, ya'ni alan oxirini zir qildi. Al masjidu ilana kirsak, ilal masjidi. Fil fasli, ya'ni fi'ni kirishlar fasli nima qildi? Zir qildi. Agar fi kelmagan ahvol ostida ismlardagi asli holat pesh o'qilishi. Ismlardagi yolg'iz asli holat pesh o'qiladi. Madamiki uning oldiga bir zirlikni taqozo qiladigan omil kelmasa, pesh holatda o'qiladi. Xo'sh, endi ikkinchi qilib o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun nima deganda, endi huva. Huva bu kishilik almash, buning tarjimasi u degan gap. U. Hiya. Bumi o'xshashlar u degan gap. Xo'sh, ikkisining qanday farqi bor? Huva er kishi uchun ishlatiladigan u. Hiyacho ayol kishi uchun ishlatiladigan u. Ya'ni u ayol demoqchi bo'lsak, huva hiya deymiz. U er demoqchi bo'lsak, huva deymiz. Masalan, u Muhammad demoqchi bo'lsak, huva Muhammadun deymiz. U Amina demoqchi bo'lsak, hiya Aminatu deymiz. Buni qarama-qarshi ishlatilish bu xato. Bu grammatikada arab tilida xato. Buni hech kim unda ishlatmaydi. Demak, bu kishilik almashlarningki arab tilida erlarga ishlatiladiganini bilak, ayollarga ishlatiladiganini bilak. Huwa Muhammadun, huwa Khalidun, hiya Aminatu, hiya Zaynab. Mana shuni o'xshash. Endi yana bir o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun biz arab tilidagi ismlarning asli holatini pesh o'qiladi degan.
Endi qo'sh o'qilamdi, ta o'qilamdi. Bu ismning oldiga alif lam kirgan, kirmaganligi bog'liq dedik. Ya'ni beytun, el beytu. Alif lam kirsa qanday o'qiladi? Ta o'qiladi. Endi bu yerda arab tilidagi ayollarning xos ismlari bor. Ya'ni xos ismlar deganimiz masalan Zeynep, Amina degan ma'lum kishiga muayyan qo'yilgan ismlar. Ya'ni bular xos ism deb ataladi. Arab tilidagi xos ismlar barliq hammasini nima o'qiladi? Taq bash o'qiladi. Bu qo'sh o'qilishdan qanday qilingan? Cheklangan. Mayli zavarlik holatda kelsin, mayli peshlik holatda kelsin, bu qanday o'qilmaydi? Qo'sh o'qilmaydi. Masalan, Muhammadun qo'sh o'qildi. Chunki bu ya alif lam yo'q buning oldida uchun qo'sh o'qilishni cheklaydigan. Ammo Aminatu taq o'qildi. Nima uchun? Arab tilidagi barliq ayollarning ismlari qo'sh o'qilishdan qanday qilingan? Cheklangan. Bu bir qoida. Buni ismlar tutsanlar bo'ladi. Demak, arab tilidagi har qanday ayollarning ismlarini qo'sh o'qimaymiz. Xo'p, shunda bo'lsa, qolgan qisqacha grammatikalarni biz dars aralaqida so'zlab o'tamiz. Bugungi darsimizdagi asosli muhim grammatikalar mana shu. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlab ketaylik. Endi old bilan yangi so'zliklarni o'qitaylik. El-kelimatul jadida, yangi so'zlar. El-madrasatu, maktab. El-faslu, sinf. El-hammamu, suxona, muncha. El-mirhadu, uburni. El-matbahu, oshxona. Uyning ichidagi tamoq etadigan oshxona. Bu sirtlardagi tamoq yeydigan oshxonani ko'rsatmaydi. El-ghurfatu, yataq. Uylarning ichidagi ma'lum bir yataqlarni yo'llardagi mehmonxona emas, uyning ichidagi yataq uylarni g'urfa deymiz. El-jami'atu, universitet. Es-suqu, bozor. El-yabanu, Yaponiya. Es-sinu, Jungu. El-hindu, Hindiston. El-filippinu, Filipin. El-mudiru, mudir. Zahaba, ketdi, badi. Xaraja, chiqdi. Hammam, muncha. Mirhad, uburni. Ya'ni hammam odatda yuvinadigan muncha. Hozirgi davrlarda yuvinadigan muncha bilan hojatxona birlashib ketgachga ikkilasiga buni hammam ishlatiladi. Mirhad ishlatilmaydi. Ilgari muncha bilan uburni ayrilgan vaqtlarda munchaga hammam, uburniga mirhad ishlatiladi. Ammo hozir o'rtaq hammam ishlatiladi. Zahaba, ketdi, badi degan bu ish harakat. Ya'ni fi'il. Ish harakatini biz arab tilida deymiz, fi'il deb ataymiz. Xaraja, chiqdi, bu mu fi'il, ya'ni ish harakat. Qanday ish harakat? Kelgusi zaman ish harakatmi yo o'tgan zamonmi? O'tgan zaman, ya'ni badi. Xaraja, chiqdi. Qilib bo'ldi, ya'ni chiqib bo'ldi. Ya'ni o'tgan zaman. Arab tilida fi'illarni 3 zamonga bo'linadi. O'tgan zaman, hozirgi zaman, kelgusi zaman deb. Bular o'tgan zamondagi fi'illar. Unda bo'lsa biz 4-darsninki birinchi, ya'ni alif bo'ligi. Tekstni o'qiylik. Ad-darsur rabi'u. Ar-rabi'u degan 4-chi degan gap. Ad-dars dars. Alif, ya'ni alif bo'lak. Al-baytu, uy, ya'ni heliq uy. Bu heliq degan gapni men qilmasam, bu heliq deganni bildiradi. Odatda bu pek tilimga ep bulanmasligi mumkin. Fil beyti, uyda, uy ichida. Fi kirgandan keyin baytning oxiri qanday o'qildi? Zir qildi. Nima uchun? Fi zir qilguvchi harf. Al-masjidu, fi kirsa fil masjidi. Al-maktabu, alal maktabi, ustal ustida, zir qildi. As-sariru, alas sariri, ustal ustida. Ba. Ayna Muhammadun? Muhammad qayerda? Ayna degan qayerda degan gap. Ya'ni o'rin ravishi. O'rinni so'rash uchun ishlatilgan o'rin so'roq olmishi deb tushunsanlar bo'ladi. Muhammad qayerda? Huwa fil ghurfati. U yataqda. Qaranglar. Muhammad er kishi bo'lg'achqa bu yerda huwa deb keldi. Wa ayna Yasirun? Va Yasir qayerda? Huwa fil hammami. U munchida. Bu yerda mu Yasir er kishi bo'lg'achqa huwa deb keldi. Fi al-hammamning beshiga kelgan ekan, hammamning oxirini qanday qildi? Zir qildi.
Ve ayna aminatu? Amina qayerda? Hiya fil matbahi. O oshxonada. Amin ayol bo'lg'achqa bu yerga hiya keldi. Ya'ni fil matbahi. Oxirni qanday qildi? Zir. Nima uchun zir qildi matbah? Fi'ning kirganligi uchun. Ayna al-kitabu? Kitob qayerda? Huwa alal maktabi. O ustal ustida. Ve ayna saatu? Saat qayerda? Hiya ala sariri. O ustal ustida. Endi bu yerda sizlarga tushuntirib o'tilgan muhim bir mazmun bor. O qaysi deganda biz hadani tushuntirdik. Nima deb tushuntirdik? Ko'z oldimizdagi yaqindagi erlik, birlik shakldagi narsalarni ko'rsatish uchun ishlatiladigan ko'rsatish ismi deb atadik. Nima uchun buni erlarni demay erlik deb atadik? Chunki arab tilida aqlsiz, jonsiz narsa keraklarni er ayol deb ayiradi. Ya'ni qalam, daftar degandek bu shunaq narsalarni erlik, ayollik deb qanday qiladi? Ayiradi. Buni nima qarab, nimasiga asosan ayiradi deganda şu sözninki şu ismning oxiriga qarab ayiradi. Ya'ni so'zning oxirida mushut kichik ta bo'lib qolsa, bu so'z, bu narsa ayollik ismga tava bo'ladi. Ya'ni as-saatning oxirida kichik ta bo'lg'achqa bu ayollikqa tava. Shunga buni u demoqchi bo'lgan vaqtimizda ayollik shakldagi hiya keldi. Endi kitob, bayt, masjid deganlarning hammasi erlik shakldagi nimalar? Ismlar. Nimishqa bunun oxirida ayollikning nimasi yo'q, ta'si yo'q. Demak, ayollikning alomati bo'lmagan ekan bu qanday ism? Erlik shakldagi ism. Shunga buni ko'rsatish uchun huwa deb keldi. Bu intayin muhim. Ya'ni narsalarning ayolligini oxiridagi kichik ta qarab ayiramiz. Ya'ni ayollikning ta'si. Ayollikning ta'si bo'lsa, bu ism qanday bo'ladi? Ayollik taba bo'ladi. Agar ayollikning tabasi bo'lmasa, bu erlik taba ism bo'ladi. Tamarin ko'nikmalar. Birincisi ajib anil as'ilatil atiya. Tuandagi savollarga javob bering. Birincisi aynal kitob deydi. Xo'sh. Men bayatdan tushuntirgandek javob bergan vaqtinglarda almash, ya'ni kishilik almash ishlatgan vaqtinglarda cho'qim buningki erlik ayollikqa diqqat qilasizlar. Masalan, aynal kitob deydi. Kitob qayerda deydi. U ustal ustida demoqchi bo'lsak deymiz, huwa alal maktabi. U ustal ustida. Nima uchun uni huwa deb erlik shakldagi huvani almashni kelimiz? Chunki kitob erlik shakldagi ism. Ayna Muhammadun? Muhammad qayerda? Muhammadun yoki huwa fil ghurfati. U nada? Yataqda. Yoki huwa fil fasli. U sinfda. Mas holati javob bersak bo'ladi. Er kishi bo'lg'achqa huvana keldi. Buni jins qarab ayiramiz. Ayna saatu? Soat qayerda? U karavot ustida demoqchi bo'lsak nima deymiz? Huwa demdoq. Yo'q. Chunki huwa degan faqat erlar uchun qanday qilinadi? Erlar uchun va erlik shakldagi ismlar uchun ishlatiladi. As-saatu bo'lsa bu ayollik ism. Buning ayolligini qanday bildik? Oxirdagi ayollikning ta'sir qarab bildik. Buningga cho'qim ayollik shakldagi almash kelish kerak. Ayollik shakldagi huwa ning ayollik shakli qaysi? Hiya. Hiya ala sariri. O karavot ustida degan. Ayna Yasirun? Yasir qayerda? Huwa fil fasli. O sinfda. Yoki huwa fil ghurfati. O yataqda. Ayna Aminatu? Ayna Yasirun deb qo'shib qo'yamiz. Ayna Aminatu deb taqib qo'yamiz. Ya'ni arab tilidagi ismlarni oxirgi ayollarning ismlarini qanday qo'yamiz? Taqib qo'yamiz. Ayna Aminatu? Hiya fil matbah. Unada oshxonada. Hiya deb ayollik shaklini kelamiz. Xo'sh, unda bo'lsa buning qolganini o'zinglar ishlab boqinglar. İkincisi iqra vaktub ma'a dabt awakhir al-kalimat. So'zlarning oxirlarini bekitish bilan o'qib va yozing deydi. Xo'sh. Endi ismlarning oldiga zirni taqozo qiladigan harf kirgan bo'lsa, oxirini zir qo'yamiz. Agar zirni taqozo qiladigan harf kirmay, hech qanday bir onunga omil qo'shimcha kelmagan bo'lsa, ismdagi asli holat qanday o'qiladi? Pash o'qiladi. Al-madrasatu. Nima uchun buni qo'shib qo'ymaymiz al-madrasatun deb? Chunki buningga alif lam kirgan. Alif lam qo'sh o'qilishni qanday qiladi? Cheklaydi. Fil madrasati fikrda oxirini qanday qilamiz? Zir qilamiz. Fil bayti al-baytu.
Demek bu məşqdən sizlərdən tələb qılınadığını aldığa harfi jar, yəni zir qılğıç hərflər kirsə, axırını oquşunu, qanda oquşunu öyrəndimi, öyrənmədimi, şunu sizlərdən sormaqçı. Şuna sizlər bunu kitapxanağa pəş qoyamsızlar, zir qoyamsızlar. Şu sözün təqazzası boyunca kitapxanağa qoyub çıxsızlar. Bu sizlərə tapşırıq. İqra və kütüb, oqub yazın deydi. Bu sizlərə tərcümə qıldığım tapşırıq. Mən bunun bir qancasını işləb verəm. الطالب في الجامعة اللي قوقوتنا هذا universitette. الرجل في المسجد اللي قادم مسجده. أين التاجر؟ صودقر قيرده هو في الدكان او دكانده. القلم على المكتب. قلم يعني قلم üstel üstüde على المكتب. Bunun gramatik dikkat kılısla. أين زينب؟ زينب قيرده هي قالنا هي في الغرفة أو يتقطع. أين الورق؟ قاغز قيرده هو على المكتب أو üstel üstüde. Qağın özü anlaşılıb baxın. Xoş, endi qaranglar, biz dərsinin başında çöndürüb ötken ərəb tilidəki ayollarning xas isimləri qoş oquluş üçün qanday qilingan, cheklangan isimlar degan. Endi biz bu tizimlikka qaraydigan bolsaq, ayollarning isimlarini berilgan. Ayollarning bu yerda berilgan isimlari va bu yerda berilmagan barliq isimlari qo'sh o'qishni qanday qilingan, cheklangan. Bu birinchi xil alomati. Endi buning yana bir boshqa xil xususiyatlari bor. Buni biz keyingi darsimizda tadrijiy so'zlaymiz, ha. İqra və kütub ma'a dabt awakhiril kelimat. Sözlərinin axirlərini bekitiş bilan oqub yazın deydi. Endi mushu qoidani isimiz tutgan holatda buni ishlaymiz. Ya'ni erning ismini qo'shib qo'yamiz. Bu aniq. Endi ayolning ismini qo'shib qo'yamdiq. Hamidun deymiz. Zeynabun demdiq, yo'q. Chunki ayollarning ismi bo'lganligi uchun. Aminatun demdiq, yo'q. Aminatu. Ammaru demdiq, yo'q. Ammarun er kishining ismi. Saidun, Fatimatu, Meryamu, Aliyun, Halidun, Abbasun, Aishatu, Muhammedun, Safiyatu, Khadijatu. Demek bu şunun için sizler ayollarning isimlariga taq peş qo'ysizlar, erlarning isimlariga qo'sh peş qo'yib, shu kitobxonlarga ishlaysizlar. Xo'sh, endi babulukida bugungi darsimizningki harfi jarning qilib qolganlarini o'rgatmoqchi. Qaraydigan bo'lsak, al-baytu min kirgan kim bo'ldi? Minal beyti. Minning ta'siri bilan oxirisi zirga o'zgardi. Al-masjidu ilal masjidi. Ilaning kirishi bilan oxirisi nima o'zgardi? Zirga o'zgardi. Xo'sh, endi bu dialog qaraylar. Bu dialogni sizlar yodlaysizlar. Bu sizlarning so'zlashinglarga, so'zlash qobiliyatinglarni yashash qo'ydilar. Al-mudarris o'qituvchi bilan bu Muhammad o'tirsidagi dialog. Min ayna anta? Sen qayerdan? Qaranglar. Min dintin ayna qayer anta sen degan gap. Bu kishilik almash bugun yangi chiqdi bu sizlarga nisbatan. Anta sen. Endi biz u huwa deb o'rgandik. U ayolni hiya deb o'rgandik. Demak, u uchinchi shaxs, u uchinchi shaxs. Anta sen ikkinchi shaxs. Demak, uchinchi va ikkinchi shaxs. Endi uchinchi shaxsningki, ya'ni uninki erlik va ayollikni o'rgandik. Erlik va ayollik. Endi ikkinchi shaxsning anta. Bu faqat erlik uchun ishlatiladi. Ayollikchi keyingi darsimizda chiqadi. Anta sen. Ya'ni er kishidan sen nereden deb so'ramoqchi bo'lsak, men ayna anta. Bu chet el arab tilida nihoyat ko'p so'raladigan savollar. Men ayna anta. Men ayna anta. Sen qayerdan? Bu cho'qim antini anta o'zgaradi buningda. Anta erlar uchun, ha. Ana min al-Yaban. Men Yaponiyadan. Wa min ayna Ammarun? Ammar qayerdan? Huwa min as-Sin. U Jungudan. Wa min ayna Hamidun? Hamid qayerdan? Huwa min al-Hind. U Hindistondan. Ayna Abbasun? Abbas qayerda? Min kelganlik uchun din demaymiz hamda. Qayerda? Xaraja. Chiqib ketdi. Kim chiqib ketibdi? Abbas. Ya'ni u chiqib ketibdi. Demak, bu fe'l qancha shaxsning fe'li ekan? Uchinchi shaxsning fe'li. Diqqat qiling, ha. Xaraja qancha shaxsning? Uchinchi shaxsning. Ayna zahaba? Nega ketdi? Zahaba ketdi. Zahaba ila al-mudir. Mudirning qashig'a ketdi. Wa ayna zahaba Aliyun? Va Ali qayerga ketdi? Zahaba ila al-mirhad. U birniga ketdi deydi. Ko'nikmalar. Birinchisi ajib anil as'ilatil atiya. Tuvandagi savollarga javob bering deydi. Endi bu savollarga sizlar o'zingizlar bilib javob bersanglar bo'ladi. Mas holatda qaranglar.
Min ayna anta? Sen qayerden deydi. Ana min Türkiye, ana min Suudiye deganga o'xshash o'zimiz xohlagan masalat javob bersak bo'ladi. A anta min al-Filippin? Siz Filippindan mu? Qarang. Anta o'zi sen alif kirisi mu. A anta min al-Filippin? Siz Filippindan mu? Men min as-Sin deydi. Men degani ne gapdi? Kim? Mincho dintin. Men min as-Sin bo'lsa, Jungodin kim? Minas Ammar minas Sin yoki Hamid minas Sin. Qolgan javob bersak bo'ladi. Min ayna Hamidun? Hamid qayerdan? Huwa min al-Yaban. U Yaponiyadan deganga o'xshash javob bersak bo'ladi. Oxirgi ikkisini o'zinglar ishlab boqing. Ayna zahaba Abbas? Abbas qayerga ketdi? Zahaba Aliyun ila al-mudir deydi. Qaranglar. Zahaba ketdi bo'lsa, buni oldiga alif kirsa savol so'rash uchun ketdimu degan bo'ladi. Ali mudirning qashig'a, ya'ni mudirga ketdimi? Naam, zahaba ila al-mudir deganga o'xshash javob bersanglar bo'ladi. Mana shundoq mudirning qashig'i qanday qildi? Ketdi. İkincisi iqra va uktub ma'a dabti awakhiril kalimat. So'zlarning oxirlarini bekitish bilan o'qib yozing deydi. Qaranglar. Ya'ni oxirlarini bekitisizlar. Shundaqla oxiri pashmu, zirmu, oldida zir qilishni talab qiladigan harf bormi yo'qmi? Shunga diqqat qilasizlar. Al-ghurfatu. Minal ghurfati deymiz. Chunki min kirsa ismning oxirisi qanday qiladi? Zir qiladi. Minal hammami. Al-mirhadu. Ilal mirhabi. Mana shunga o'xshash. Qolganini o'zinglar ishlab boqinglar. Üçüncüsü iqra ve uktub. O'qib yozing deydi. O'qib yozing. Endi buni siz daftaringizga yozib ishlaydigan, tarjimasi qilib ishlaydigan topshiriq. Birinchisi min ayna Fatima? Fatima qayerdan deydi. Hiya min al-Hind. O Hindistondan. Zahaba at-tajiru ila ad-dukkan. Savdogar do'konga ketdi. Zahaba degan nima edi? Ketdi. Xarajal mudarrisu minal fasli va zahaba ilal mudiri. O'qituvchi sinfdan chiqdi va mudirga ketdi. Xaraja Hamidun minal ghurfati va zahaba ilal hammam. Hamid yotoqdan chiqdi va munchiga ketdi. Mana shunga o'xshash ishlaysizlar. Qolgan o'zingizlar tarjima qilib ishlab boqinglar. To'rtinchisi Da'fil farag fima yali harf jar munasiban deydi. Tuvandagi bosh o'ringa munosib harfi jar. Yani zir qil, jar degan zir degan gap, harf. Zir qildigan harfni tuvandagi bosh o'ringa qo'ying deydi. Mana bizga bu 4 dona zir qildigan harf berdi. Min, ila, fi, ala. Mashalat qo'yamiz. Min, dintin, ila, ghaqa, fi, data, ala, gag. Da ustida. Kitap bosh o'rin ustal deydi. Kitob ustalga desa qamlashamdi. Ustal din desa qamlashamdi. Ustal ichida desa qamlashamdi, qamlashmaydi. Nima deymiz? Ala, data ustida. Ya'ni al-kitobu alal maktabi. Kitob ustal ustida. At-talib o'quvchi bosh o'rin sinf deydi. O'quvchi nada bo'ldi odatda? Sinfda. Unda bo'lsa fil fasli sinfda. Shuni alani qo'ysak bo'lamdi, bo'lmaydi. Nima uchun? Ala degan datda ustida, ficho datda ichida. Ichida bo'lganligi uchun fini qo'yamiz. Endi buni qolganda o'zingizlar ishlab boqinglar, bu sizlar uchun qiyin emas hozir, ha. Xo'sh, qaraydigan bo'lsak, mana kitobimizning oxirida, darsimizning oxirida 4 dona harf jarni berdi. Mana bugungi darsimizning asosli mazmuni harf jar va shu erlik va ayollik bugun o'rgangan olmishimiz. Huva, hiya, mana shu mazmunlar. Unda bo'lsa vaqtlashda bugungi darsimiz musha daxilashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.